akkauntga kirgandek holatni ko'rib chiquvdik. Bu yerda ma'lumotlar hammasi to'g'risida gaplashdik va bugun depozit qanaqa qilamiz ko'ramiz. Buy kreditni bosamiz. Bu yerda masalan qanaqa qilib kredit olamiz. Ya'ni shu saytni ishlatish uchun. Deylik masalan sizga GC yoki Open Menu xizmati kerak. Open Menu xizmati 53,040 so'm. Xo'p, bizga add kreditni bosamiz. Masalan 54,000. 54,000 ni bosdik. Quyidagi keltirilgan kartaga pul tashab, Humo karta deylik, sizlar o'zingizlar to'lovingizga qarab bu yerdan tanlaysizlar, Visa usuli xohlasanglar, shu so'm birligidagi Humo kartadan foydalanasizlar. Bu yerda hammasi yozilingan va deylik hozir biz 54,000 tashlamoqchi edik. 54,000 belgilaymizda. Admin bilan bog'lanishdan oldin qaranglar. 54,000 belgilab, mana kartani ko'rib oldik. Pul tashladinglar. Tashlagandan keyin mana buni bosasizlar. Submitni bosdinglar. Bosgandan keyin admin bilan bog'lanasizlar. Invoice bo'limidan mana bu yerda nomeri bor. Deylik hozir siz shu summani tashladingiz. 54,000. Bu yerda chek invoice raqamini kopiya olasiz. Tezkor bo'limga shu chekka rasmini tashab, mana bu yoqdan rasmni belgilaysiz va nomerni tashab bosib yuborasiz. Bu yerda isminglarni, elektron pochtangizni, telefon raqaminglarni yozib, tashlaganinglardan keyin adminni ko'rib, depozitingizda pul paydo bo'ladi. Ya'ni kreditlar paydo bo'ladi. Kreditlar asosida ushbu xizmatlardan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu juda ham oson va bu yerda sizlarga to'landi degan xabar keladi. Bu yerda qachon pul to'ldirgansiz, nima qilgansiz, hammasi bu yerda ko'rilgan. Demak, uzusi O'zbekiston so'm birligini bildiradi. O'rtoqlar, mana ko'rayotganingizdek, bugun sizlar depozitdan qanaqa foydalanish to'g'risida videoni tomosha qildinglar. Keyingisi endi buyurtmalar qanaqa beriladi.